boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Assalomu alaykum barchalaringizga. Sog' salomatmisiz? Keling huzurdan yaxshi Qur'on ekanlaringizga. Yaxshimisizlar? Jonlaringiz qanday shunday fayzli, barakatli, doimo quvonchli bo'lsin. Onajon, Xudo xolasa bugun sizga ajoyib Qur'oni ayollaringiz munosabati bilan bugun musofir yurtlarda yurib farzandlaringiz chin dildan ajoyib turkmizlarni tayyorladi. Farzandlaringiz Rahmat akamiz, Shuhratjon akamiz, Shavkatjon akamiz, Ramazonjon akalarimiz nomlaridan bugun mana shu xonadonlaringizlarimiz. Onajon, Xudo xolasa sizga bitta chiroyli jannatim onam nomli gullarni siz uchun maxsus tayyorlab bergan. O'g'illaringiz nomidan tabriklash onajon, ilohim izlariga kiring. Xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barakatli bo'lsin. Olib keling, gulimizni olib kelamiz. Bitta chiroyli qarsaylaringiz bilan albatta topshirib qo'yamiz. Men dunyoni Onajon, xohlasa shu ajoyib kunlar bilan birgalikda bir chiroyli so'zlarni ham aytdilarda, onajon sizga bir quchoq pul jo'natdi. Umrida baraka, iymon, ravzasida hurmat, iborida jannat ila shunaqangi ajoyib jannatim onam nomli gullarni o'g'illaringiz nomidan tabriklariz onajon. Ilohim izlariga kiring onajon. Xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barakatli bo'lsin. Qolaversa, hoji akamiz uchun ham maxsus kabatullohni materiallar naborlarni tayyorlab bergan. Inshaalloh dadajonim, onajonimda birgalikda hoji ota, hoji ona qilaman deb chin dildan niyat qilib, ajoyib kabatulloh materiallar nabor siz uchun maxsus bo'ldi. Bitta chiroyli qarsaylar bilan albatta marhamat topshirib qo'yamiz. Qani, buni beramiz. Onajonim uchun ham salomat bo'linglar. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'sib kam bo'lsa, qalbim tilkab dorab. Doim mana shu xursandchilik xonadonlaringizdan hech qachon arimasin. Qolaversa, farzandlaringiz yana bir chiroyli she'rni jo'natib qo'ydilarki, albatta dadajonim, onajonim uchun maxsus o'qib eshittiring deb iltimos qildilar. Ruxsat bersalaringiz albatta. Bizda deb g'amlar yutgan, o'z tinchini unutgan, mehriga qo'shib yutgan otam, onam boriga shukr, asrab ko'z qarog'ida, o'stirdi ardog'ida, hayotimning bog'ida, onajonim boriga shukr. Yuragim g'am bilmadi, ko'zlarim g'am bilmadi, birovdan hech g'am qilmadi, otajonim boriga shukr. Onam eng chiroyligim, otam bor boyligim, baxtim ham quvonchligim, otam onam boriga shukr dedilar. Qolaversa farzandlaringiz ijobat qilganda yana bir chiroyli so'zlarni aytdilarki, men onajonimning yuzlariga yaxshi ko'raman degan so'zlarni aytolmagandirman. Lekin shunday bo'lsa-da, onajonimni chin qalbimdan, yurakdan, dildan yaxshi ko'raman onajonimizni. Baxtimizga doim sog' bo'lsin. Dadajonim bilan birgalikda qo'sha qarisin deb chiroyli niyatlarni qildilar. Qolaversa, ajoyib shirinliklardan sizlar uchun maxsus tayyorlangan hayotlaringiz mana shu to'rtta shirin bo'lsin deb chin dildan sizlar uchun maxsus. Qani bitta chiroyli qarsaylaringiz bilan albatta bu ham sizlar uchun maxsus bo'ladi. Qolaversa, dadajonlari haqida ham bir chiroyli so'zlarni yozib qoldiribdilarki, o'g'illaringiz to'g'ri, dadajonimiz milliarderlar orasida emasdi. Lekin biz yoshlikdan ko'chaga oyoq kiyimsiz chiqmadik. Tunlarni och qorinda uxlab o'tkazmadik. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan insonim, qadrdonim, davlatim, otajonim bo'ladilar va onajonim bo'ladilar. Baxtimizga doim sog' omon bo'lsin, uzoq umr peshvosi bo'lsin dedilar. Chunki baxtimga ishongan tog'im, davlatim, otajonim bor.
jonimiz tinch bo'lsin. Shu hammamizga mushaqqatga nasib qilsin. Allohu akbar. Ben chiroyli qartaylar. Ana endi onajonim uchun ham yana bitta chiroyli she'rlari bor o'g'illari. Onajon deb. Onajon deb yig'lamagan yurak emas. Gar onamsiz kirsam jannat. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemay dedi faqat bolam uchun. Men berayim savobimni onam uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas. Gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Onajonim uchun, otajonim uchun men borimni fido qilay. Yulduz, oysiz, falak emas. Gar otamsiz, onamsiz kirsam jannat kerak emas dedilar. Farzandlaringiz vaqtiga to'g'ri bo'ling. Ilohim sizlarga kelinglar. Inshaalloh bojona bo'lganlaringizda ham chiroyli kelib mana shunday ajoyib surprizlar bilan xursand qilish nasib yo'l aylasin bizga ham. Sog' bo'linglar. Endi bitta chiroyli iltimosi bor farzandlaringizda. Ota-onangizda shu sayfi dadajonim, onajonim bir davranishni bersin deb iltimos qildilar. Albatta ular desalaring iltimoslariga binoan Jana
salomat bo'linglar. Onajonimizni yana bir bor Qur'on ayyomlari bilan chin qalbimizdan, guruhimiz nomidan ham tabriklaymiz onajon. Qolaversa, o'g'lingiz nomidan bitta chiroyli she'r bilan yakunlayman onajon. Mayli. Issiq non ko'tarib, so'rab ahvoling. Borolmay kechalar qiynaydi vijdon, mana necha oyki bilmayman holing. Musofir bolangni kechir onajon. Hayot tashvishi deb yugurdim, chopdim. Ming shukr barini berdi Xudojon, ammo na bulardan halovat topdim. Musofir bolangni kechir onajon. Hoji qila olmadim shu yoshga kirib. Hali his qilmading bunday hayajon, yashading qarnidan baxtli qilib. Musofir bolangni kechir onajon. Yelkamda Ka'bani tavof qilmading. Gunohim qalbingdan o'chir onajon, bir marta bo'lsa ham xafa bo'lmading. Musofir bolangni kechir onajon deb bugungi surprizlar barchasi farzandlaringiz nomidan. Qolaversa, bugun sizni shukrona ayyomlaringiz nomidan bo'ldi onajon. Farzandlaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'linglar. Xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barakatli bo'lsin. Inshaalloh, yaxshi kunlaringizda ham kelib chiroyli xursandchilik qilish nasib ro'z aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat, sog' bo'linglar.